Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Hozir bitta qiziq hammaga kerak bo'lgan bitta tajribani sinovdan o'tkazib beraman. Mana ko'rib turibsiz. Mana 25 amperlik o'zgaruvchan tokka mo'ljallangan avtomat. Ikkita tefal, quvvati 2 kilovatdan, ikkalasini qo'shilgan. Bu yoqda mana Peremenka davlat tokiga ulangan. Mana hozir qo'shamiz. Avtomatni qo'shamiz, mana qarang. Mana tefallar ishlab ketdi. Hozir kuzatamiz ozroq. Tefallar mana ishlayapti. Endi qarang, o'chiramiz. Mana hech narsa bo'lmadi. Mana yana qo'shamiz, mana qarang. Qo'shdik. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, ozroqgina do'ga chiqadi, o'zgaruvchan kuchlanish. Mana o'chirdik, hech narsa bo'lmadi. Endi xuddi shuni quyosh panellaridan keladigan kuchlanish bilan, o'zgarmas kuchlanish bilan sinab ko'rsatib beramiz. Hozir sxemani ajrataylik, u yoqda o'chirib qo'ygan. Mana hurmatli o'rtoqlar, xuddi mana shu ikkita tefal 2 kilovatdan mana ulangan. Mana avtomatimiz o'sha avtomat. Faqat endi bu safar mana paneldan keladigan va inverterdan chiqardik. 9 ta 550 vatli paneldan ketma-ket ulangan. O'sha quyosh panelimizga avtomatni o'zgaruvchan kuchlanishdagi avtomatni qo'yib sinab ko'ramiz. Mana qarang, qo'shamiz. Qo'shdik. Tefallar ishlayapti. Hamma gap o'chirishda bo'ladi. Qo'shishda hech qanaqa yomon holat kuzatilmaydi. Hozir mana ko'rishingiz mumkin, o'chiramiz. Endi bitta yangi avtomatni ishdan chiqarib bo'lsa ham juda ko'plar bilan spor ketyapti. Mana shu avtomatlar hech narsa qilmaydi, o'zgaruvchan kuchlanishni avtomatini o'zgarmasga qo'ysa ham bo'laveradi degan savollarga javob berish maqsadida bu qilyapmiz. Hozir o'chirib ko'ramiz 1-2 marta. Mana qarang, o'chiramiz. Kuzatib turing. Mana ko'rdingizmi, avtomat yonib ketdi. O'chirguncha yonib ketdi. Mana yana qo'shib ko'ramiz. Mana yana qo'shdik. Ujib birak bo'ldim. Mana qarang, yana o'chiramiz endi. Ko'rib turibsizmi? Mana yong'in kelib chiqdi. Mana yong'in kelib chiqish holati sodir bo'ladi. Ko'pchilikka shuni tushuntiraman deyman, hech tushunishni xohlashmaydi. Mana bu yong'in o'chmaydigan yong'in bo'ladi-da. Borgan sayin yong'in kuchayib ketaveradi. Mana avtomatni o'chirdik, lekin o'zgarmas kuchlanishda dugasi hech qachon birdan so'nmaydi. O'sha hisobiga yong'in kelib chiqadi. Bu davom etaveradi. Bo'lmasa mana o'chirganmiz, qarang. Yonish prosessi davom etyapti. Mana holat. Mana ko'ryapsiz qanaqa yong'in bo'lyapti. Mana oddiy mana shu ikkita tefalni quvvati o'sha inverterlarga kiradigan quvvatlarimizga mos holatda bo'ladi. Ko'rib turibsizmi, hali ham yonish davom etyapti. Agar bu avtomat hozir shitda turgan bo'lganida yonidagi simlar birdaniga erirdi, bir-biriga karotka berib, yong'in uzluksiz davom etib panelgacha borishi mumkin edi. Mana ko'rganingizdek, avtomat birak bo'ldi. Ikkinchidan yong'in kelib chiqdi. Hozir buni qo'lda o'chirib tashlaymiz, uzib tashlaymiz. Mana. E'tiborli bo'ling o'rtoqlar. Quyosh paneldan keladigan tokka qo'yiladigan avtomatlarda o'zgaruvchan kuchlanishga tokka mo'ljallangan avtomat emas, o'zi DC avtomatlar bo'ladi, maxsus. O'shanaqa avtomatlardan qo'ying. Hozir bo'lmasa, qarang, hozir 25 amperdagi tokka bardosh beradigan avtomat qo'ydik. Bu 25 amper aslida men ikkita tefal bo'lsa 15 amper, 16 amper tok iste'mol qiladi. Mana shu 16 amperdan o'chira olmay yonib ketdi. Mana holatni to'liq ko'rishingiz mumkin. Mana bu taraflarni qarang. Yerib
Mana shu holatga keldi. Yaxshigina dars bo'ldi deb o'ylayman. Kimlargadir foydali ma'lumot bo'ldi deb o'ylayman. Endi mana bitta avtomat baridan kechdik, yangi avtomat. Shu sinovni o'tkazib, o'zimda to'g'risi haqligimni kimlargadir isbotlab berish uchun qildim. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.